AQSh Senati yana qaror qabul qila olmadi. Tramp endi yana urushni qayta boshlashi mumkin. Oxirgi marta 2024-yil otishganman. Rossiya jangchisi Ukrainadagi front haqida haqiqatni aytdi. Qirg'iziston Rossiyani asosiy ittifoqchi sifatida ko'rmoqda. Strategik sheriklik yana tasdiqlandi. Xomanaiy gapira olmayapti. Kuyish va jarohatlar rahbarlik faoliyatiga zarba bermoqda. Zelenskiy genotsidi. Ukraina deputati frontdagi harbiylarning qiyin ahvoli haqida yozdi. Angrendagi pichoqbozlikda 2 kishi halok bo'ldi. Vladimir Putin tan oldi, yangi urush formati shakllanmoqda. Bombalar bilan birga axborotni o'chirish taktikasi qo'llanilmoqda. AQSh Senati yana qaror qabul qila olmadi. Tramp endi yana urushni qayta boshlashi mumkin. Avvalo Eron propagandani yangi bosqichga olib chiqdi. Avval qizlar uchun pushti rangli raketa namoyish etilgan bo'lsa, endi o'g'il bolalarga bag'ishlangan ko'k rangli raketa paydo bo'ldi. Bu oddiy rang tanlovi emas, bu jamiyatni, hatto bolalarni ham urush ruhiyatiga jalb qilishga qaratilgan ramziy signal. Siyosiy maydonda esa keskin bayonotlar davom etmoqda. Valentina Gomez Pokistonni haqoratli so'zlar bilan tilga olib, uni terrorchilarga to'la makon deb atadi. Bunday retorika allaqachon murakkab bo'lgan diplomatik munosabatlarni yanada keskinlashtiradi. Donald Tramp esa o'z chiqishlarida bosimni davom ettirmoqda. U Eron ichida rahbarlik uchun kurash ketayotganini aytib, ularni bir-biri bilan urushyapti deya ta'rifladi. Bundan tashqari u vaqt omiliga urg'u berib, menda vaqt bor, Eronda esa yo'q deb ochiq signal berdi. Bu strategik sabr bilan bosimni kuchaytirish taktikasidir. Shu bilan birga AQSh ichida muhim siyosiy qaror qabul qilindi. AQSh Senati 5-bor Trampning Eron bo'yicha vakolatlarini cheklashga urindi. Biroq rezolyutsiya yana rad etildi. Bu esa ijro hokimiyatining urush bo'yicha qo'llari deyarli bog'lanmaganini anglatadi. Diplomatik frontda esa qisman yumshash kuzatilmoqda. Tramp Isroil va Livan o'rtasidagi 10 kunlik sulh yana 3 haftaga uzaytirilganini e'lon qildi. U Benjamin Netanyahu va Jozef Aounni AQShga muzokaralar uchun taklif qilishni ham bildirdi. Bu hali ham diplomatiya eshiklari to'liq yopilmaganini ko'rsatadi. Biroq yerda vaziyat boshqacha. G'arbiy sohilda falastinlik o'quvchilar namoyishga chiqdi. Maktabga olib boruvchi yo'l to'sib qo'yilgani sabab ular 11 kundan buyon darslarga bora olmayapti. Urush sabab maktablar allaqachon 40 kun yopiq bo'lganini hisobga olsak, bu butun bir avlodning ta'lim tizimi uzilib qolish xavfini anglatadi. Oxirgi marta 2024-yil otishganman. Rossiya jangchisi Ukrainadagi front haqida haqiqatni aytdi. Maxsus harbiy operatsiya zonasida to'g'ridan-to'g'ri otishmalar intensivligi pasaygan. Frontda esa asosiy bosim dronlar va masofadan turib zarba berish vositalari hisobiga yuzaga kelmoqda. Bu haqda RIA Novostiga markaz qo'shinlar guruhi tarkibida harakat qiluvchi 177-gvardiya dengiz piyodalari polkining Pevets laqabli harbiy xizmatchisi ma'lum qildi. Uning aytishicha, hozir oldingi chiziqda dushmanning shaxsiy tarkibi kam ko'rinadi. Ko'p hollarda pozitsiyalarda 2-3 nafardan harbiy bo'ladi. Asosiy harakat esa masofadan turib amalga oshiriladi. Aytishim mumkinki, men oxirgi marta 2024-yilda to'g'ridan-to'g'ri otishmada qatnashganman deydi u. Harbiy xizmatchining ta'kidlashicha, hozir frontda dushmanni o'z ko'zi bilan ko'rish ham qiyinlashgan. Hozir bunday to'qnashuvlar kamdan kam uchraydi. Asosan dronlar va boshqa vositalar qo'llaniladi, deydi Pevets. Shu bilan birga u Dobropolye yo'nalishdagi operatsiyalardan birini so'zlab berdi. Dengiz piyodasining aytishicha, hujum Ukraina tomonining og'ir Baba Yaga dronlaridan faol foydalanishi sharoitida amalga oshirilgan. Rossiyalik harbiylar bu vaziyatda issiqlikni yashiradigan kostyumlardan foydalanib, tunda pozitsiyaga yaqinlashgan. Kechasi kirdiki, dushman buni kutmagan edi. Natijada 8 kishilik guruh 16 nafar jangchini yo'q qildi, deydi u. Uning qo'shimcha qilishicha, topshiriq bajarilgandan keyin bo'linma egallab turgan pozitsiyalarda mustahkamlangan. Qirg'iziston Rossiyani asosiy ittifoqchi sifatida ko'rmoqda. Strategik sheriklik yana tasdiqlandi. 23-aprel kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin Kreml saroyida Qirg'iziston Respublikasi prezidenti Sadir Japarov bilan uchrashdi. Uchrashuvda Putin mamlakatlararo aloqalar har doimgidan ham yaxshilanayotganini qayd etgan. Tashrif buyurganingiz uchun katta rahmat. Men siz o'z yurtingizda bizni, butun delegatsiyamizni qanday mehmondo'stlik bilan kutib olganingizni eslayman. O'shanda juda samarali ishlagan edik. Shuni ta'kidlashni istardimki, barcha kelishuvlarimiz bajarilmoqda. Har ikki tomondagi jamoalar faol va jadal ishlamoqda. Bu ishlarning natijalari esa Qirg'iziston iqtisodiy o'sish sur'atlarida o'z aksini topmoqda, degan Rossiya prezidenti. Shuningdek, u Japarovning ushbu tashrifi ikki tomonlama munosabatlarni rivojlantirishga xizmat qilishini ta'kidlagan. Sizni ko'rib turganimdan juda xursandman. Xush kelibsiz, degan Putin.
Japarov esa ikki mamlakatni tarixiy do'stlik rishtalari bog'lashini aytib, Qirg'iziston Rossiya Federatsiyasining strategik hamkori va asosiy ittifoqchisi bo'lib kelganini va shunday bo'lib qolishini alohida keltirib o'tgan. Shuningdek, Japarov Putinni joriy yilning avgust-sentyabr oyida Bishkekda o'tkaziladigan Shanxay hamkorlik tashkiloti sammitiga taklif qilgan. Rahmat Vladimir Vladimirovich, iliq kutib olganingiz uchun, ushbu ishchi uchrashuvga rozi bo'lganingiz uchun sizga minnatdorlik bildiraman. Ma'lumki, biz siz bilan bir qator xalqaro tashkilotlarda, jumladan Shanxay hamkorlik tashkilotida faol a'zomiz. Joriy yilning 31-avgust va 1-sentyabr kunlari Bishkek shahrida SHT sammiti bo'lib o'tadi. Shu munosabat bilan sizning tashrifingizni va sammitdagi ishtirokingizni intiqlik bilan kutmoqdamiz. Hozir esa ikki tomonlama masalalarni muhokama qilish uchun yaxshi imkoniyat mavjud. Umid qilamanki, biz o'zaro manfaatli shartlar asosida hamkorligimizning ko'plab yo'nalishlari bo'yicha fikr almashamiz. Yana bir bor iliq qabul qilganingiz uchun rahmat, deydi Qirg'iziston prezidenti. Bu holat hayot sifatiga ta'sir qilyaptimi? Oilaviy hayotda zaiflik, stress va ishonchsizlik olib kelyaptimi? Vulkan erkak kuchi va ishonchining yangilangan manbai. Prostata bezi adenomasi surunkali prostatitdan qutulishga yordam beruvchi ishonchli formula. Atigi 5-7 kun ichida natijasini sezasiz. O'zingizni yengil va ishonchli his eting. Vulkan siz izlagan tabiiy yechim. Xomanaiy gapira olmayapti. Kuyish va jarohatlar rahbarlik faoliyatiga zarba bermoqda. Mujtaba Xomanaiy haqidagi so'nggi ma'lumotlar uning ahvoli oddiy jarohat emas, balki butun Eron siyosiy tizimini larzaga keltirgan og'ir halokat ekanini ko'rsatmoqda. New York Times va boshqa manbalarga ko'ra, u 28-fevral kuni AQSh Isroil zarbalari paytida jiddiy yaralangan va o'shandan buyon deyarli jamoatchilikdan butunlay yo'qolgan. Eng og'ir zarba uning oyog'iga tekkan. Kamida 3 marta jarrohlik amaliyoti o'tkazilganiga qaramay, shifokorlar hali ham vaziyatni to'liq tiklay olmagan va hatto unga protez oyoq kerak bo'lishi mumkinligi aytilmoqda. Shu bilan birga qo'lida ham operatsiya o'tkazilgan. U hozir asta-sekin tiklanayotgan bo'lsa-da, umumiy holati hanuz og'irligicha qolmoqda. Eng dahshatlisi esa tashqi jarohatlar. Uning yuzi va ayniqsa lablari kuchli kuygan. Bu esa gapirishni deyarli imkonsiz darajaga olib kelgan. Shu sababli u hozircha faqat yozma shaklda aloqa qilmoqda. Ochiq chiqishlar qilmayapti. Shifokorlar yaqin vaqt ichida unga murakkab plastik operatsiyalar kerak bo'lishini ta'kidlashmoqda. Ammo bu operatsiyalar ham uning to'liq tiklanishini kafolatlamaydi. Aynan shu sog'liq muammolari tufayli mamlakat ichida hokimiyatning haqiqiy markazi asta-sekin o'zgarib bormoqda. Rasmiy jihatdan u hali ham rahbar sifatida ko'rilayotgan bo'lsa-da, amalda strategik qarorlar tobora ko'proq harbiy tuzilmalar, xususan inqilobiy gvardiya qo'mondonlari qo'liga o'tib ketgan. Bu holat Eron ichida juda xavfli muvozanatni yuzaga keltirdi. Bir tomonda og'ir jarohatlangan, jismoniy jihatdan zaiflashgan, lekin hali ham siyosiy ramz bo'lib turgan rahbar, ikkinchi tomonda esa real kuchni qo'lga olayotgan harbiy elitadir. Natijada mamlakat boshqaruvi ikki qatlamga bo'linib qolgan, rasmiy va norasmiy. Eng keskin jihati shundaki, Xomanaiy ongli ravishda jarayonlarni tushunishga qodir ekani aytilmoqda, ammo uning jismoniy holati uni faol lider sifatida harakat qilishdan cheklab qo'ymoqda. Bu esa Eron siyosatida yangi davr boshlanayotganidan darak beradi. Unda qarorlar endi sahna ortida, yopiq doiralarda qabul qilinmoqda va bu jarayon yaqin kelajakda butun mintaqadagi kuchlar muvozanatiga ta'sir qilishi mumkin. Zelenskiy genotsidi. Ukraina deputati frontdagi harbiylarning qiyin ahvoli haqida yozdi. Ukraina Oliy Radasi deputati Artyom Dmitruk Kiyevning frontda oziq-ovqat, suv va dori-darmonsiz qoldirilgan harbiylarga munosabatini Zelenskiy genotsidi deb atadi. U bu haqda o'zining Telegram kanalida yozdi deb xabar beradi RIA Novosti. Zelenskiy genotsidi. Bunday holatlar butun front bo'ylab minglab uchraydi. Biz bo'linmalar haqida bilib olamiz. Ko'pincha bunday odamlar shunchaki unutiladi yoki to'g'rirog'i ular bilan aloqa uziladi. Ortiqcha yuk deb yozdi Dmitruk. Deputat shuningdek Ukraina qurolli kuchlari qo'mondonligi bu vaziyatga hech qanday munosabat bildirmayotganini aytdi. Avvalroq Rossiya kuch tuzilmalaridagi manba RIA Novostiga Ukraina qurolli kuchlarining 14-brigadasidagi harbiylar pozitsiyalarida suv, oziq-ovqat, dori-darmon va yoqilg'isiz qolib ketganini ma'lum qildi. Manbaga ko'ra, ukrainalik harbiylar yomg'ir suvini ichmoqda. Pozitsiyalar bilan aloqa esa ba'zan 3-4 kunga uzilib qolmoqda. Angrendagi pichoqbozlikda 2 kishi halok bo'ldi. Ijtimoiy tarmoqlarda Toshkent viloyatining Angren shahrida pichoqbozlik bo'lgani, 3 kishi pichoqlangani va ulardan ikkitasi vafot etgani haqida xabarlar tarqaldi. Holatga aniqlik kiritish maqsadida Qalampir.uz Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Shohruh G'iyosov bilan bog'landi. Uning ma'lum qilishicha, hozirda mazkur holat yuzasidan Angren shahar prokuraturasi tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilib, Jinoyat kodeksining 97-moddasi qasddan odam o'ldirish 2-qismi A, J bandlari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Hozircha hodisa tafsilotlari batafsil oshkor etilmagan.
Vladimir Putin tan oldi. Yangi urush formati shakllanmoqda. Bombalar bilan birga axborotni o'chirish taktikasi qo'llanilmoqda. Rossiya yana zarba berdi. Bu safar nishon Krivoy Rogdagi temir yo'l vokzali bo'ldi. Zarba infratuzilmaga qaratilgan bo'lib, hozircha qurbonlar haqida aniq ma'lumot yo'q. Ammo bu hujumning o'ziyoq muhim signal. Transport va logistika tizimlari tobora ko'proq nishonga olinmoqda. Shu bilan bir vaqtda Vladimir Putin ichki front haqida gapirdi. U yirik shaharlarda mobil internetning tez-tez uzilib qolayotgani bo'yicha ilk bor ochiq izoh berdi. Uning ta'kidlashicha, agar bu choralar terrorchilik harakatlarining oldini olish bilan bog'liq bo'lsa, xavfsizlik har doim ustuvor bo'ladi. Internetni o'chirish jamiyat hayotiga jiddiy ta'sir qilmoqda va bu jarayonni muvofiqlashtirish hamda aholiga qandaydir darajada axborot berish mexanizmi ishlab chiqilishi kerak. Bu yangi trend. Urush faqat bombalar bilan emas, balki axborotni o'chirish orqali ham olib borilmoqda. Sizga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz hozircha mana shulardan iborat edi. Dunyo yangiliklaridan uzoqlashmang. Salomat bo'ling.